Podvodka chizishda qiynaladigan qizlar yaqinroq kelinglar, sizlarga buni oson yo'lini o'rgataman. Bu Faberligi birinchi raqamli, ikkitasi bittada bo'lgan podvodkasi bo'lib, mana shunaqa uchburchak tomonida podvodkalarning asosiy qismini pechat qilib olasizlar. Keyin ikkinchi tomonida to'ldirib olasizlar. Kalta qilib chizadigan qizlar shundoq qoldirsanglar bo'ladi, uzun qilib chizadigan qizlar to'ldirib uzunroq qilsanglar bo'ladi. Men oldiga chizishni ham yaxshi ko'raman. Eslatib o'taman, hozir bu podvodkadan sotuvda bor, ulgurib olib zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Ichki qismi ham 3 kur udobna, valya tayyor. Sizlarga yaqinroqdan ko'rsataman, ikkitasi ham bir xil nejniy chiqdi. Faqat endi bitta tushkam, bizda Faberlikda shunaqa yangi tush chiqdi, 2XL nomi bilan soxta kipriklar effektini beradi, ya'ni haqiqatdan uzun, qalin qilib qo'yadi. Bu tushni qo'yib bo'lgandan keyingi video hozir yaqinroqdan ko'rsataman. Kiprigim kalta bo'lganini hisobiga dona uzun qilib qo'ydi. Kiprigi uzun qizlarni endi aytmasa ham bo'ladi, qoshigacha yetadi. Faberlik eng zo'ri.